Aha, bordi aka, sachoro. Dadasi, Nima bo'lsa? uyda ishlar ozgina ko'payib ketganda bolalarni bog'chadan ola olasizmi? Bo'lsa ishlaring qilib. Hozir bolaga iltimos qilaman. Hozir, o'rtoq. Mashina burib, bolalarni bog'chadan olaylik iltimos. Gap yo'q, o'rtoq, muammo yo'q, ket. Mana shu ko'mak degan kafe ochilgani yaxshi bo'ldi. Narsalar вообще zo'r. Buni bolalar emas. Alo. Nima bo'lasa? Haqlamiz. Bo'pti. Evet. Çay hiç buzuldu. Mana tayyor usta. Ha? Tuzat olasan? Okey, bir gap yo'q. Dadasi, Nima onasi? ukamni kontragi to'lanmasdan qolibdi. Shuni hal qilib bering. Hech aytmabsan-da shuni. Qo'y, o'zim hal qilaman. Bo'pti. Farruh. Ha. Ana qanikani kontrakt to'lanmay qolibdi, shuni sanda bir so'rab tura olasanmi? Men seni bir haftada qaytaraman. Mayli. Bobur, menga qara. Hal qilaman deysan-ku, o'zingni rishala qilib ko'rsatish yaxshi ko'rasan-a? O'zi qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Hamma ishingni mana biz hal qilamiz. Farruh. Erkak kishining ikkinchisi bor, bilasan? Qanaqa? Hal qilaman. Nimani hal qilaman? Erkak kishining ikkinchisini hal qilaman. Erkak kishiga onasi, opasi, singlisi, ayoli kim qanaqa muammo bilan telefon qilishdan qat'iy nazar hal qilaman deyish kerak. Biz erkak kishimiz. Agar biz hal qilib bermasak, ular begonaga borib iltimos qilmaydi, to'g'rimi? Men sendan boshqa o'rtoqlarni iltimos qilib hal qildirarman ishimni. Lekin ularni o'ziga tashlab qo'ysam, ular borib boshqa begona erkakdan iltimos qiladimi? Agar singling, opang, ayoling o'z ishini, o'z muammosini o'zi hal qilishga o'rgansa, natijasini ko'tara olmaydilar bolalar. O'zi qachon hal qilib bergansiz? To'g'risini aytsam, ayol kishini fitrati shunaqa. Bir marta, ikki marta, uch marta aytadi. Qila olmadingizmi? Yoki muammoni o'zing hal qil dedingizmi? O'zi hal qilishga o'rganadi. O'zi hal qilishga o'rgandimi, sizni hurmat qilmaslikni boshlaydi. Sizdan so'ramasa ko'chaga chiqib ketishni boshlaydi. Sizni oyoq osti qilishni boshlaydi. Odam o'rnida ko'rmaslikni boshlaydi. Bu uyda o'zim erkak, o'zim ayol bo'lsam. Bitta nozli masalaga e'tibor bermaymiz. Ajrashish, ichki nizo, urush chanqish, oilaviy muvozanatni buzilishi ayol kishi o'z vazifasini bajarmasligidan, erkak kishi o'z vazifasini bajarmasligidan kelib chiqadi. Alloh, hamma narsani o'zimiz hal qilishimiz kerak. Ayol kishiga tashlab qo'ymasdan. O'zim hal qilaman. Baribir qo'lingizdan kelmaydi-yu. Ayolning har bir xatosida biz erkaklarning aybimiz bor. O'zi qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Hamma ishingni mana biz hal qilamiz. O'zingni rishala qilib